Cho'g'im bardaqligiga e'tibor bermaysizlar. Bozordan shunaqa gullar sotib olgansiz. Lekin ularni mana Julietkaga qanaqa qilib qotirish bilmayapsizlarmi? Shuni darsligini qo'yib bermoqchiman. Mana shunaqa kichkina gullarni orqasini bilsanglar mana shunaqa bo'ladi. Mashinga yopishtira olmayotgan, qotira olmayotgan qizlar borki, ayniqsa mana bunaqa gulli, ya'ni buni orqasi kichkina-ku, o'sha uchun ko'pchilik yopishtira olmayotgan ekan, tushib ketyapti. Sim bilan qilsam xunuk bo'lib qolyapti, ishib qolyapti orqasi deyishyapti. Aynan shuni qanaqa qo'yilishini o'rgataman. Buni orqasini manda bunaqa gul yo'q, men bu gulni o'zim yasadim. Shu guldan o'rgataman qanaqa qo'yilishini. Buni orqasini katta demanglar. Buni ham mana bu atroflariga kley surtib bemalol yopishtirsa bo'ladi. Mana bunaqa joyga yopishtirayotganda prosta uzoqroq vaqt ushlab turish kerak. Yaxshi qotishi uchun ko'proq vaqt ushlab tursanglar bemalol qotadi. Mana bu gulni buni yopishtirishni qilamiz. Bunda ham aytishlar mumkin, masalan, buni ham orqasi katta, baribir men yopishtirayotganimda problem bo'ladi. Buni nima qilish kerak? Ko'proq ushlab turish kerak. Guli kam bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlar mana bunaqa yaqinroq joydan boshlaylar. Masalan, kamroq gul qilmoqchi bo'lsanglar, shunaqa yaqinroq joydan boshlaylar. Agar ko'proq gulli bo'lsin desanglar, mana shunaqa ikki chetdan, asosan men shunaqa ikki chetdan boshlayman. Tepasini to'ldirib olib, keyin pastiga qilaman. Pasti mana bunaqa ozgina anaqadan chiqib ham turadi. Shunisiga e'tiborli bo'linglar. Agar bu gulni qanaqa yasaganim qiziq bo'lsa, buni bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh bir ikki kunda challenge boshlaganman. Shu gulli yasalishni ham qo'yaman.